Trenajyor zal ochganda mijozlaringiz ko'p bo'lishi uchun ushbu 3 ta maslahatga amal qiling. Birinchi o'rinda trenajyor zalda trenajyorlar yetarli bo'lishi kerak. Ya'ni butun tanani qamrab oladigan trenajyorlar bo'lishi kerak. Chunki kimdir bir kun yelkaga ishlasa, ertasi kuni boshqa tana a'zosi uchun ishlaydi. Yana kimdir bo'lsa, umuman tananing har xil muskullariga ishlaydi. Ikkinchi o'rinda zalning umumiy ko'rinishi, dizayni va remontiga alohida e'tibor berish kerak. Sababi insonlar zalga kirganda birinchi o'rinda zalning umumiy ko'rinishiga e'tibor berishadi. Ya'ni kirgan zalning ko'rinishi chiroyli va yana bir jihati havosi toza bo'lishi kerak. Uchinchisi bo'lsa bu trenajyorlarning premiumligi. Premium trenajyorlar sportchida komfort uyg'otadi. Ular shug'ullanganda komfort his qilsa, shu zalga sodiqligi ortadi. Shu bilan birga yaqin do'stlarini ham shu zalga olib kelishi mumkin. Agar siz o'z zalingizni premium ko'rinishdagi trenajyorlar bilan to'ldirmoqchi bo'lsangiz, sizni hamkorlikka chaqiramiz. Power Gymda trenajyor zal uchun kerakli bo'lgan barcha trenajyorlarni topishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.